qani pullaring? Qanaqa pul? Pardaga deb yig'ib qo'ygan $5200 pulimizni. Baqirma. Odamlar nima deb o'ylaydi? Xotinning pulini yeb kelib o'ylaydi. Meni ham haqqim bor u pardani pulida. Pardani pulini nimaga ishlatdingiz? Divingga bordim, parashyutdan uçdim. Yana Menga qarang, umuman qiz emas diving payvalaringiz, tushundingizmi? Menga pasportingiz bilan kartangizni bering. nimaga? Kredit olaman. Kelin bo'ladigan uyimga endi men Grand Store pardalar salonini tanlayman. Bu salonda assortiment juda ham ko'p, arzon variantdan boshlab eksklyuziv elita materiallargacha. Grand Store xonangizdagi interyerni hisobga olgan holda pardalarni tanlab beradi. Uyingizgacha borib, o'lchab, dizayn tanlashda yordamlashib, o'rnatib berishadi. Uyga, ofisga, studiyalarga parda qildirmoqchi bo'lganlar bo'lsa oramizda, unda hoziroq Grand Store'ga murojaat qilinglar. Tanlovda adashmaysizlar.